Xo'p, hammaga assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Chorva yem olami obunachilari, YouTube Chorva ishqibozlari. Xudo xolasa bugun qadrdonlar haftaning seshanba kuni 11-noyabr xudo xolasa sizlarga bugungi qoplangan dolli siloslarimiz ma'lumotlarini berib boramiz. Iltimos video boshlashimiz oldin bir dona like, bir dona podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Kanalimiz yangi, kanalimiz rivoji uchun iltimos bir dona like ilayaminglar. Sizlarga videomiz taalluqli bo'lmasa, inshaalloh bir dona like orqali bir necha insonlarga manfaat tegib bo'ladi xolasa. Xo'p, qadrdonlar, bugun sizlarga chiroyli qilib siloslarimizni obzorlarini qilib boramiz. Xohlasa, siloslarimiz ko'rib turganingizdek 20 kilodan chiroyli qilib taraqlar o'tkazib qo'yganmiz. Xudo xolasa, pachka-makka dollar holatlariga javob inshaalloh. Mana dollarni ko'zlarim bilan ko'rib olishlar ham mumkin inshaalloh. Xudo xolasa, juda chiroyli holatda. Serdolli zapaslarimiz cheklanmagan miqdorda, xudo xolasa. Mana kelar, xudo xolasa, ko'rib turganlarda bir fura, ya'ni 1250 qop Xorazm viloyati Gurlan tumaniga chiroyli qilib akalarimizga telefon orqali gaplashib dastavkalarni qilib beryapmiz. Vaholanki bizda dastavka xizmati ham mavjud. Dastavkamiz qanday? Videomizni ko'rib turib, biroz ekranda turgan telefon raqamlariga telefon qilasizlar. Shunaqa holatlarni, dollariga qarab narx-navosini kelishamiz. Bizga dastavka xizmatimiz mavjud. Silosimiz tan narxiga shopir xizmati qo'shilib qoladi qadrdonlar. Ko'pchilik silosimiz tan narxini aytsak, dastavka xizmatini ham gapirsak, o'sha общий ichida tushunib olyapti. Yo'q, qadrdonlar, unday emas. Silosimizni tan narxini tebasiga dastavka xizmati qo'shilib qoladi. Qayerga bo'lishidan qat'iy nazar. Xudo xolasa, kelar. Moshin gaplashamiz. Moshin gaplashilgandan keyin silosimizni kelishilgan son sanog'i yuklanib oladi. Yuklanib bo'lingandan keyin shopir bilan sizni bog'lab qo'yamiz. Shundan so'ng videomizni biroz agar ko'ngil xolli bo'lsa gaplashamiz. Undan keyin bizga dastavka qilib berishingiz, pulimizni klik qilib berishingiz mumkin. Xohlagan bank kartalaringiz bor, xudo xolasa, u tomonlama muammo yo'q. Bexijolat, tortinmasdan telefon qilib murojaat qilishlaring mumkin, xudo xolasa akalar. Aytib qo'yayki, ko'chaning dalani siloslari xudo xolasa makkalarimiz tugadi. Endi bundan bu yog'iga Yaman makkalari chiqadi. Bu ko'rib turgan siloslaring akalar, bu O'rimda Yamani silos emas, O'rim makkalar silos akalar. Narximiz keskin ko'tarilib ketishi ham mumkin, balki tushib olishi ham mumkin, lekin bu bilib bo'lmaydi. Lekin ko'p ehtimol bilan narximiz ko'tarilishi mumkin akalar. Ulgurib boringlar akalar. Hozir sizlarga manzilim, o'zimizni ishlab turgan tochkamizni, adreslarni chiroyli qilib ma'lumotlarni sizlarga tushuntiraman. Xo'p akalar, ukalar. Xo'p akalar, Andijon yo'nalishi tomondan kelganda Yozyamon Kalso katta kurugiga kelasizlar. Mana shu katta kurug, mana shu kurug metkasizlarga Yozyamon kurugdan Qo'qon tomonga, Toshkent tomonga yurganlaringda mana shu oltari Qo'qon, Toshkent, Ko'k Zinayga yetmasdan o'ng qo'llaringda akalar joylashgan. Xuddi shu tochka, shu tollar sizlarga metka bo'lib qolsin akalar. 24 ga 7 inshaalloh, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Sizlarga chiroyli qilib siloslarda kelishilgan va arzon narxlarda chiroyli qilib chiqartirgizib beramiz. Akalar, sizlar bilan Chorva yem olami kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishib qolishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video boshida gapirganimizdek bir dona like, bir dona podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Inshaalloh sizlarga chiroyli qilib videolar bosib jo'natib joylab turamiz. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Chorva yem kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.